Dadisi, muşundaq keştimi televizor ko'ryaptamsiz? Televizorni ko'p ko'rsa, salomatlikka. Bo'ldi, ko'may. Kirib uxlay. Dadi, sho'rp ishkin. To'g'ri sho'rpisi tayyorlab qo'ydim. Quvvat to'liqlaydi. Tez bo'l, issiqda ichib ol. Ja, bildim. İchib bo'ldim. Emas, men kirib uxlay. Shodi. Nima deb chaqirsamni qochsan? Havo sovib qoldi. Qilinroq kiyvog'in, ha? Qilinroq kiyimsan. Bu soatni remont qildirsak bo'ladiga o'xshaydi. Muddatdan burun dang uryotidi-ku. Dada, u avval soatimiz qo'sqig'idan chiqyotidi. Shu sal qo'shiqmi ichyotidi. Apam tazliq qog'ozi og'il chiqib ketgan, tex chiqirmaydi-ku. Hay, ishni ichinglar. Mukofotga erishdim. Tazliq qog'ozi elib, cho'ng mukofotga erishdim. Voh, nima degan yaxshi. Shodi, tazliq qog'ozini akirib olg'in. Ma'qul, apa, baqqal sen bir tal tazliq qog'ozi elib, cho'ng mukofotga erishibsan. Bir tal emaskan. Qancha ko'p setib olsa mukofot chiqish fursati shuncha chuqur bo'lar ekan. Qaranglar, 10 kunlik sayohatga berish mukofotiga erishdim. 10 kun? Yaxshi bo'pti. Bak, yaxshi bo'pti. Sayohatga kelsam qanday qilasizlar? Yaxshisi bo'ldi, bamay. Men mangdim, to'nglatqiga 10 kunlik tamog'larni sep qo'ydim. Dadasi, ikki bolaga obdanroq qarang. Ma'qul, xotirjam bo'l. Azoblik chiqadigan bo'ldim. Apa, seni sevginib ketadigan bo'ldim. Tezroq mang'in. Baldur qaytib kelasan, apa. Ay, bu sarkis qaytib kelmay. Sizni sevginib ketadigan bo'ldim. Onda xo'sh bo'lmaydi qo'yay. Xo'sh. Erkinlik chiqimimizni tabriklab to'yg'icha bir yeylik. Shodi. To'nglatqidan yegidak narsa epkaygina. Ma'qul, dada. Oy, bakka sho'p ketibdi. Odatda bundaq chaqda. Shuncha keshdimi televizor ko'ramsiz? Televizorni ko'p ko'rsa salomatlikka ziyonliq. Hozir televizorni qancha uzun ko'rsak, bizni boshqaradigan odam yo'q. Opam uyda bo'lmasa, erkin bo'lib qolar ekanmi? To'g'ri, erkin bo'lib qoldik. Dadi, bek uzun paranglashib ketdik. Hech qisi yo'q-da, ha? Dadi, telefonni bek uzun paranglashma. Endi bundaq qilma. Bo'ldi, telefonni qo'y. Hey, gapimni angladingmi? Hech qisi yo'q, paranglashaveraylik. Bugun meni boshqaradigan odam yo'q. Hey, shan qo'y ketib, necha kun bo'la bo'lmaylar. Hamiya kir kiyim bilan to'shib ketibdi-ku. Xayrli sahar, dada. Xayrli sahar. Dada, Shavdini ko'rdingmi? Ko'rmadim-ku. O akşam yerim keçige televizor görüp hujursa qaytib kirmagan, krisloda uxlayotgandikin desam, yo'qdirdi. Krisloda? O'z yolg'iz yassa nima degan rahat. Biroq nimishqa uxlayolmayman. Odatda
Ay, bugün gaz pulunu tölediniz mi? Ha, bilemsiz. Gaz pulunu tölemişsiniz. Ay. Xotin uyda yo'q. O'zim tamoq etib, ömrümni bir ko'sib qo'yaychi. Xo'jayin, bu yangi ko'ktatlar ekanda, shundaqmi? Shundaq. Amsa men ozroq yaproq ko'k olay. Man qarang, bu yaproq ko'ki emas, nargiz gul. Xo'jayin, bu qisqichpaqlar yangimi? Albatta yangi. Midirlayotganini ko'rmadingizmi? Uning ustiga shundoq arzon. Biroq menga jimminda turgandek ko'rinyapti-ku. Qaraganda yangi emasdek qiladi. Bo'ldi, gapimni qaytarib oldim. Rostla yangi ekan. Ha? Qutqizinglar, tez elib eting. Men keldim. Tamoq pishdimi, opa? Opam sayohatga ketdi. Opanglar sayohatga ketdi emasmi? Bugun tamoqni o'zim etaman. Nim qoraysan, dada? Cho'ngroq. Yaxshi. Yana chipar beliq bilan qisqichpaqimi bor. Yaxshi. Birdan saqlab turinglar. Hali dengiz mahsulotlari ziyofati bo'ladi. Nima bo'ldi? Tamoqni o'qitib etishga ozroq vaqt ketdi emasmi? Lekin mushundaqmi o'zim pishiramsan? Yana sirtqa chiqib yey. Men chiqaman. Yo'q, uncha uzun pishirgandakmi qilmagandim-ku. To'xtanglar, men chiqaman. Qo'saq to'ydi. Rahmat, 355 yuan. Shavdi, yaningda pul bormi? Mana. Bir nechta cho'lponlar kartasi bormi? Shakishik, men doim shu oshxonada tamoq yeyman. Shunga tamoq pulining yarmini to'lasam qanday? Dada, bir pul to'lamayapti. Kim o, ha? Pul to'lamagan kim? Kimni tayoq yedishyapti? Undoq emas. Dada, bo'ldi, men to'lay. Doim men pul to'lsizlar, bu ishingga faqat qolmashmidi. Opam yana 8 kundan keyin keladi. Yana 8 kun bormikan? Tamoq pishdi. Bo'ldi, sirtqa chiqib keyli. Kunda tamoqni sirtda yesak, pul to'shimaydi ekan. Amal topdim. Vay ajo, kechda biznikiga ziyofatga filan hamma tayyorlab qo'ydim. Siz faqat bir botalka vino bilan to'xu kofe beliq degandek narsalarni ag'ashga kelsangiz bo'ldi. Tortma ag'ash kelsin. Tortma ag'ash keling. Turmalni kelsin. Turmalni ag'ash keling. Taqlimi karvatmi aytasan? Taqlimi karvatmi ag'ash keling. Taqlimi karvat, dada taqlimi karvat nim qilsan, ha? Ziyofat o'tkazgandan keyin taqlimi karvatda o'ynamamdi. Bo'lmasa bo'ldi. Bo'ldi ajo, shu narsalarni ag'ash keling, kechga ko'rishaylik, xo'sh? Bugun kechki ziyofat to'g'ri mo'l bo'ladigan bo'ldi. Ajab yaxshi. Dada nim qilyapsan, ha? Dadi, biz keldik. Dadi,
ziyofat o'tkazamiz deyaptingizku. Qarsam hech bir ziyofat o'tkazgandek turmaysizlar. Sizlar kelganda tan qilayli degan. Bo'ladi, amsa boshlayli. Kelinglar. Bu yerga rangdarni asaq bo'g'dak. Qanday? To'g'ri deysiz. Dadi, rangdarni bormi? Men aytgan tomoqni rostila yegil bo'lmamdiganda. Ajo, uyda ziyofat o'tkazayli degan edik. Kelamsizlar? Hech qanday ziyofatga bormaymiz. Apa, qachonroq kelasan? Bugun kechda. Necha kundan beri o'ylashdim. Uyga borsam yana meni jiq gap qilding deysizlar. Shunga yana bir necha kun sayohat qilishni qaror qildim. Apa, unda haymaymiz Ha, men keldim. Ajab ochiqib keldi. Dadisi, aslanıq yem. Dadi, talashmagin. Shodi, u degan chash sopini apelsin sharbit emas, angladingmi? Shodi, to'xtayman. Uni ish qilib bo'lmaydi. Hay, dadi, talashma.